Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolisa navbatdagi buyurtma qilingan kotlovlarimizning yig'ish jarayoni turibmiz. Bu kotlovimiz universal kotov hisoblanadi. Ya'ni gaz, ko'mir, o'tin, elektr toki va atrobotka galerkada ham ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan kotlovimiz. Kotlovlarimizga yangilik qilyapmiz. Ya'ni ruchkasini mana yaqinda mana shunaqa ruchka qilib chiqarishni boshladik. Qo'lga qulay bo'lgan ruchkalarni endi hamma kotlovlarimizda xudo xohlasa ruchkalari mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Qo'lga qulay yopilib ochilishi oson bo'lgan ruchkalarimizdan foydalanamiz. Kotlovlarimizga ishlatiladigan mahsulotlar doimgidek 3 mm xanalitli sigara list va 25 diametrdagi rossiyskiy beshshovniy turbalardan foydalangan holatda kotlovlarimizdan yig'ib olamiz. Bu kotlovlarimizlar asosan papkalar ishlaydi. Ya'ni bu yerda kvadraturasiga qarab qator papkalar terilgan bo'ladi va zakropkalar berib chiqilgan har bir taraflaridan bu kotlovimizni bosim bor joylarga ustun qilish imkonini beradi. Kotlovlarimiz buklangan bo'ladi, faqatgina oldi tarafida shof tushirilgan. Buyurtmalar bo'lsa bemalol buyurtma qilasizlar, pastda telefon raqamlarimizdan yozib qoldiramiz. O'rtoqlar, mana xudo xolisa kotlovimizni tayyor holatga keltirib oldik. Kotlovimizni faqatgina achitib ishlari, ya'ni tozalash ishlari qoldi. Mana bunaqa metall shotka yordamida bir marta tozalashdan o'tkazib olsak, xudo xolisa kotlovimiz tayyor va chiroyli holatga keladi. Kotlovimizning tepa eshigi o'zgarmagan holatda qoldi, ya'ni bo'lkakada qotadigan bo'ladi. Negaki bu eshigimizni doimo ochib yopish shart emas. Bir oy mobaynida balki undan kamroq, balki undan ko'proq vaqt mobaynida bir marta ochib yopib tozalab turish uchun mo'ljallangan eshik bo'lganligi uchun o'sha holatda qoldirdik. Azbizning arqondan foydalangan holatda eshigimizning germetishni yopilishini ta'minlaganmiz. Bu eshikdan tutun suzib chiqmasligini oldini oladi. Tak, pastki eshigimiz esa mana shunday holatga keltirib oldik. Ruchkalarimizni ochilib yopilishga qulay holatga keldi. O'toqxonamiz mana shunday keng holatda yasalgan. Pastki eshigimiz esa puldon vazifasini bajaruvchi xonasi ochilgan holatda mana shunaqa qoladi. Bu ham havo kirishini ta'minlab turish uchun qulay bo'lishi uchun shunaqa usuldan foydalanamiz. Buyurtmalar bo'lsa bemalol buyurtma qilasizlar, pastda telefon raqamlaringizni yozib qoldiramiz. Istalgan turdagi va istalgan kvadraturga mo'ljallangan kotlovlarni yasab berish imkoniyatimiz bor.